hammani qiziqtirayotgan savol. Italyanskiy mahsulotni arzonroq olib, keyin nechta pulga sota olaman degan savol. Nodir Archa kanalini kuzatib boruvchilar hammaga assalomu alaykum. Biza To'tepadagi pitomligimizdaman. Xudo xolisa, bugun men sizlarga ko'chatlarni ekilish jarayoni, qanaqa ekiladi, tagiga nimalar solish, suvni qanaqa quyish, qanaqa sug'orish, xullas hamma narsa haqida xudo xolisa to'liq ma'lumot berib o'taman. Nima uchun aynan italyanskiy mahsulot? Birinchidan sifatli bo'ladi, keyin bizning iqlimimizga yaxshi tushadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana xudo xolisa mana shu tuya shu ko'rinishida katta bo'lib beradi italyanskiy tuya. 3 metr, 4 metr, 5 metrgacha eni shtroki bo'lib yetishadi. Xo'p, bu tuya Smaragda amerikanskiy degan tuya. Tuya Aurora Nana degan sorti bor. Bu tuyalarimiz quyoshdan qo'rqmaydi. Lekin bu baland bo'lib ketmaydi. Bu sharobrazniy bo'ladi bu. Buni ham formasi o'zigacha chiroyli bo'ladi bu ham. Hamma yoqtirgan Arizonskiy kiparis. Shu ko'chat shunaqa trendga chiqib ketadi deb hech o'ylamagandim o'zim ham. Arizonskiy kiparis bizning iqlimimizga yaxshi tushdi. Issiqlarimiz, sovuqlarimizni juda zo'r ko'tardi. Shuni hisobiga bizda ommalashib ketib qoldi. Bu kasal tushmaydi. Majveniliga shira tushadi-ku. Mana bunga kasal tushmaydi. Xo'p, bunga ham shira tushmaydi, bunga ham shira tushmaydi. Shuni hisobiga italyanskiy mahsulotlar sifati yaxshi bo'lgani uchun ko'rinishda ham o'zini yaxshi ushlab qoladi, o'zini yaxshi his qiladi. Nima uchun aynan shu ko'chatlar, tuya, kiparislar? Sababi bizda talab etilayotgan ko'chatlardan biri mana shular. Kiparis, tuyalar. Xo'p, bu tuyani ham bu yildan olib keldik. Sababi bunga ham sпрос ko'paydi. O'sha buni ham so'rashyapti. Mayli, salqin joyimiz bor, salqin joyga, chunki o'sish chiroyli, katta bo'lganda juda chiroyli katta bo'ladi. Shuning uchun bunga ham talab ko'paygan. Hamma bizga ko'p savol beradi. Biz ham kichkinalardan ekib katta qilib sotamiz deydiganlarga. Bitta, ikkita, 100 ta, 200 ta bilan ekib foyda qilib daromad qilishingiz qiyin emasligiga tushuntirib beraman nima shunligini. Katta yeringiz bo'lsa, masalan, 1 gektar, 2 gektarga ekib, mana shunaqa ekib turib, parvarishlab katta qilib sotish u sizlarga выгодно berishi mumkin. Lekin 100 ta, 200 ta, 300 ta, 500 ta bilan sizlar aytayotgan effektni ola olmaysizlar. Sababi birinchilikka sizlar ko'zingizga ko'rinmagan holda talab, mehr talab qiladi. Ya'ni pul, qanaqa pul? Xo'p, mana ekdingiz, mana hozir ekishingizni o'ziga odam olasiz, ektirasiz. U sizga bilinmas, lekin xo'p, mana misol kelaylik 100 tani olaylik. Bu 100 ta kiparis olasizlar, misol $25 dan oldinglar deylik. $25 dan oldinglar. Sizlar yerga qadab ekkuninglarcha ishchi, chizib, kesish hammasi bilan bir $30 dan tushadi deylik. Keyingi etapi boshlanadi. Dori berish, uhud qilish. Bu 100 tani ichida bitta odam qarab turib yurmasa, kasal tushadi. Kasalini vaqtida bilib turishingiz kerak. Unga qarashda dori qilib turishingiz kerak. Xo'p, buni endi oldi ekdingiz bo'ldi emas deb, buni ham kelib 1 yilda 2 marta kestirasiz. Hozir kichkinaligida-ku xo'p bilinmaydi, lekin 1-2 yildan keyin katta bo'lgandan keyin uni kestirishingiz, bir marta kestirishingiz $4 dan 1 yilda 2 marta kestirasiz. Endi 100 ta bo'ladigan bo'lsa, siz krupniy deb hisoblaylik. Qarang. 100 ta ekdingiz, $30 dan yerga ekib oldingiz, 2 yil kestirdingiz. 3 yil deylik, mana 3 yil olaylik, 3 yil kestirdingiz, $4 dan hisobini olamiz. Bitta kestirishingiz, 1 yilda 2 marta kestirsangiz $8 dan 3 yil ko'paytiradigan bo'lsangiz, shunda $24, $25 yana ustiga qo'shiladi, to'g'rimi? Xo'p, $30, $55 dan уже o'zini себестоимость chiqadi уже. Xo'p, unga ketilgan ishchi, vaqtingiz, mehnatingiz o'zingizga qarab u yog'i qani. Misol, xo'p, mana boring, $80 dan narx qo'yarsiz. O'sha 3 yil qaraganingiz, suv quyganingiz, dori berganingiz, qaraganingiz, vaqt ajratganingiz, buni ustida yurganingiz, ishlaganingiz, xo'p, sizga $80, $90 dan aylanadi. To'g'rimi? Xo'p, keyin buni nechga sotasiz? Mana bo'ldi. Xo'p, soting, bir $150 dan soting. Mana hozir siz hammani ko'ziga nima ko'rinyapti? $25 dan olinyapti-da, lekin $150 dan sotilyapti. Deydi. Qaralaring qanaqa $25 qatta, $150 qatta. O'sha hammani miyasiga mana panika tushib qoladi-da. Shuning uchun mana bitta kelib 100 tangizni kesib ketganda ham, bir marta kesib ketganda siz 100 ta ko'chatingizdan $400 beryapsiz. 1 yilda 2 marta $8 ko'chatga pul tikyapsiz. Hani 100 ta ekib qo'ygan odam buni hamma imkoni bor odam ham qilmaydi-yu. Masalan, tirikchilik qilaman degan odamga $400 bittada topib berish ham bu qiyin. Shuning uchun men nima uchun kattaga keladiman? Объемный eksanglar, объемныйda pul ishlashingiz mumkin, lekin 100 ta, 200 ta, 300 ta bilan chuchvarani ham sanabsiz deydi-yu, xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ishlashyapti. Hozirgi ishchilar ham 300 ming, 350 mingdan kuniga ishlaydi-da, okay? Uni ko'lab, hali ko'lab berishni aytmayapman, okay? Mana qaranglar. Ekasiz, uhud qilasiz, keyin klientga sotasiz-ku. Klient sizdan ko'chirib olib ketmaydi, siz ko'lab berishingiz kerak-ku. Uni ko'lab berishingiz uchun qancha pulni rasot qilasiz, aka? Men aytardim, hamma o'zining ishini qilgan afzal deb aytardim. Sababi buni ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, mashaqqati bor. Mana orqangizda ko'rinayotgan majvelnik, masalan, keling shu majvelnik haqida ozgina aytaman sizga. Mana shu majvelniklarimga 8 yil bo'ldi, xudo xolisa.
Mana shu ko'rinishga kelguncha mana shu ko'rinishga kelguncha mana 8 yil bo'ldi. Narxi 850 ming so'm. Hozirgi kunda Majvelnik kichkina Majvelnik eng kichkinasi 50 ming so'mdan deb olsangiz, 50 ming so'mdan olasiz. Bitta kesishni 40 ming so'mdan kestiraman. Har birini bitta kestirganim 40 ming so'mdan. Xo'p, birinchi, ikkinchi yil kestirmadim. Keyingi yil, xo'p 5 yilni kestirdim olaylik. 5 yil kestirdim shuni. 40 ming so'mdan yiliga 2 marta kestirsa 80 mingdan 5 ko'paytirsangiz 400 ming so'm kesishni o'zi bo'ladi. Xo'p, 50 ming so'm Majvelning o'zini deng, 450 ming so'm pul chiqadi. Xo'p, Majvelning o'zi 450 mingga turyapti. Buning ichida ish haqisi, buni 1 yilda 2 marta shiraga qarshi dorilamasangiz, shira yeyaveradi-ku bilani. Shira ichib tashlaydi. Uni bilmay ham qolasiz, shira tushganini bilmay ham qolasiz. Shuning uchun buning ichida yashash kerak. Hamma narsasiga hushyor bo'lib yurish kerak. Xo'p, 450 ming bo'ldimi? Keyin ketdi. Ishchi ishlatasiz, oylik to'laysiz ishchiga. Eng kam ishchilar hozir 5 million so'mdan pul ishlaydi. 5 million so'mdan misol faraz qiling, 1 yilda necha pul ishlatasiz? 60 million pul ishlatasiz. 5 yilda o'sha 60 millioningiz qancha pul bo'ladi? 300 million pul qo'shasiz yana. Aka ko'ryapsizlarmi? Ustiga minib chiqib ketaveradi-da. Bitta shu marchami себестоимости kamida 600 mingga turadi. Shuni 850 ming so'm sotaman. Hamma keladi ko'chada Majvelliging deydi. 100 ming so'm, 200 ming so'mlik paytda nimaga sen 850 ming sotyapsan dedi. Mana o'zingizlar logично o'ylanglar. Mana bor narsani aytolman sizlarga. Majvelligi bor akalar ham boru, kestirib olsizlar. Men sizlarga 40 ming so'mdan deb kichkinaligini aytolman. Lekin akalar Majvelligini 100 ming so'mdan ham kesadi. 100 ming so'm kesadigan joylari ham bor. Biza men sizlarga ko'pirtirmasdan bo'lgan real narsani aytib beraman sizlarga. 100 ming, 200 ming deb sotayotganlar bo'ladi-yu, ular qanaqa qiladi ular? Nimaga arzon? Ko'chani tushunmagan odam, farqiga bormaydigan odam Majvelligini o'stiradi-da, o'zini holida o'stiradi-da, bitta kesadi, olib chiqib sotib yuboradi. Masalan, 50 minglik Majvelligingizni ekib, tagiga yaxshilab suv qo'yasiz, 1 yilda bo'yini mana bundoq qilasiz-da, yonidan bitta kesasiz, 200 ming sotadi. U ziyon emas, u ham foydada, u ham o'z aslida. Lekin bunaqa uhud qilib, bunaqa qarab, u bilan buni farqi bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, buni qaranglar, buni ichlari bilan chiqqanini. Mana misol, mana karta, mana nechta karta qator bor mana. Qatorasini ko'ringlar mana. Xato bormi mana? Bitta noto'g'ri o'sib ketgani bormi mana? Hammasi kesiladi, hammasi qaraladi, hammasi uhud talab. Ayniqsa Majvelning uhud talab. Ekish jarayoni qaranglar, kelinglar men tushuntiraman sizlarga. Bizani dalalarda yer yaxshi-da, tosh yo'q, musor yo'q, yer mayin o'zi. Biz shuning uchun oldingidagi udobreniylar solib ekmaymiz. Sababi hozir har xil dorilar chiqqan, ildizini yaxshi rivojlantiradigan dorilar chiqqan. Ana shu dorilardan xudo xolisa kapilni qilib teg yoqizamiz. Ildizi mana shu yerga moslashib ketadi. Mana qaranglar, o'zi yer o'zi qora, cho'rnizon bo'tda, mana cho'lchenlari ham bor, mana ko'rasizlar? Mana. Bu o'zi dalalarning yeri shunaqa-da. Buni dalalarning yerida mana shunaqa ekish jarayonini ham ko'rsatib ketdik. Mana shunaqa tiylarni sal-sal yumshatasizlar-da. Ekilayotganda ahamiyat beramiz. Payvand, mana payvand joyi. Payvand joyidan xiyol ko'tarilsa bo'ldi. Mana ekildi. Mana xudo xolasa payvanddan taxminan bir uzoq 2 sm, mana payvand mana chiqib turibdi, mana payvandni. Mana payvand chiqib turibdi. Taxminan 1 sm ko'tarib eksanglar, shuni o'zi kifoya bo'ladi mana. Ekkan yilidan keyin Carnavin degan dorilari bor, o'zini ildizlarni rivojlantiradigan. Carnavin, Radimax, Radifarm ildizlarni rivojlantiradigan dorilardan qo'yib ildizini rivojlantirish tavsiya beramiz. Hozir yerlarimiz uncha ahamiyat bermaydi. Oddiy yerga ekib turib ham o'sha aslan kerakli ozuqalarini, ya'ni Carnavin, shu esotgan udobreniylarni qo'ysanglar, xudo xolisa ildiz yer bilan tez moslashadi-da, o'sish xudo xolisa zo'r o'sadi keyin. Majvelnik Skyrocket degani bor. Mana bu ham Italiya mahsuloti. Buni ham bilsanglar, agar men kiparislar bilan baravar ekkanman, shundoqligida kiparis ham shundoq edi, Skyrocketlarim ham shundoq, bir xil razmerda ekkanman. Kiparislarim 2 yilda tugadi, katta mahsul sotgan, ular tugadi. Mana bular endi shundoq bo'ldi mana. Bu degani bularga 3 yil bo'ldi, xudo xolisa. Mana ko'rishingiz mumkin, 3 yil, 3,5 yil to'liq bo'ldi. Bular ham yana xudo xolisa bir 2 yilda, 2-3 yilda yetiladi bular ham, bo'ylari baland bo'lib yetiladi. Majvelning o'zi sekin o'sadi, Skyrocketga nisbatan umri uzoqroq. Xo'p, bu ko'chatdan bizda ommalashadi. Bilasizmi nimaga? Bu ko'chatni birinchidan kesmaysizlar. Mana shu o'zini holida o'sishi, mana shu raketa bo'lib o'sish o'zini tabiiysi, mana shu tabiiyligi bilan shunaqa tekis o'sadi. Buni kesib o'tirmaysizlar. Единственный shira tushadi. Shiraga qarshi dori sepasizlar, bo'ldi. Kiparis kesasizlar-ku, kiparis, Majvelin hammasi kesiladi. Bu kesilmaydi. Bu mana shunaqa ingichka stalba bo'lsadi. Buni ham Majvelnik issig'imiz, sovuqimiz vobshe muammoga ko'taradi. Buni o'ramaydigan daji. Mana Skyrocket, bular ham xudo xolisa bizda ommalashadi.
Sababi kesmaslikdan, o'sha odamlar borib kesishdan charchaydi baba aka. 1 yil bitta kestirasiz, 2 marta kestirasiz. 1 yil qaraysiz, 2 yil qaraysiz, 3 yil qaraysiz, baribir bir kun hapsirib turib bo'ladi-da, keyin aytasiz. Sotib yuborib qolgan, tinchgina, ko'targaningiz sotaylik, bosh narsaga kelaylik deysiz keyin. Baribir vaqti kelib, mana kiparis ekamiz hozir ommaviy, hamma kiparis ekyapti, arizonskiy kiparis. Qancha katta bo'lgan sari narx qimmatlashib boradi. Misol hozir men sizlarga kichkinasini aytaman, 30 ming, 40 ming so'm kesyapti deb aytaman sizlarga. $4, 50 ming so'm kesyapti deb aytaman. Lekin kiparis 3 metrlik kiparis 100 ming kesadi. 5 metrlik kiparisni 400 ming kesadi уже akalar. Уже содержаниясini o'zi qimmatga tushib ketadi-da, уже vaqti kelib. Shuning uchun Skyrocket mashla ommalashadi. Chunki issig'imizni ko'taradi, sovug'imizni ko'taradi. 1 yilda Ario deysizlar, 1 yilda bir marta borib, bu dorilab keladi bolalar. Bo'ldi, o'zi o'siradi. Kes degan narsa yo'q. Qarab tur degan narsa yo'q. Bir marta shu shiraga qarshi kesib qo'ysanglar, xudo xolisi. Ana Skyrocketlar arizonskiy kiparislardan keyin mana mashla egallaydi o'rnini. Xo'p, mana mesni tuya. Men boya ko'rsatdim-ku, Italiya mahsulotlari yaxshi dedim-ku. Mana mesni tuya. Shuni ham katta qilganmiz, parvarish qilganmiz, shuni ham kesganmiz. Mana nima ahvolda bo'ladi o'zimizning mesni tuyalar. Ko'rasizlarmi? Mana bo'ylari qanday? Bo'yi bo'lsa 1,5 180, bir xillari bor, 2,5 mana. Mana italyanskiy tuyaning ko'rinishi, mana shu bo'y baravari. Ko'rasizlarmi? Qaranglar qanaqa formasini ushlaydi, qanaqa chiroyli, qanaqa ko'rkam bo'ladi. Nima uchun italyanskiy qimmat bo'ladi, nima uchun arzon bo'ladi degan savolga aynan shu javob bo'ladi. Mana mesni tuyalar mana shunaqa kelajakda ko'rinishi mana xuddi shunaqa bo'ladi mesni tuyalar. Joyim katta. Salqin xohlayapman. Kam mehr qilinadigan, bayt tashamaydigan, daraxtlar bo'ladi-ku, bayt tashab hammani joniga tegadi. Yo'q, bayt tashamaydigan, katta bo'lib salqin bo'lsin deganlik. Kremskiy sasnalar. Buni ham arizonskiy kiparisga o'xshab ommaviy ravishda rosa olib kirishgan, rosa moda bo'lgan, gumbirat ekib tashashgan, to'lib ketgan. Bu narx boshlari 2 million, 2,5 million bo'lgan. Okalar, hozir 700 ming, 800 ming so'm mana mashli. $200 sotilgan sasna kremskiy sasna. Uni biz bilamiz, okalar. Uni biz ichida yurimiz, nima qanaqa sotilgan, nima qo'ygan, hammasini o'zimiz bilamiz. Mana shu imенно shu kremskiy sasnani ham etishgan, olib kelingan, ekishgan, qaramaysan, xod qilmaysan, sotasan zo'r bo'ladi degan. Xuddi shunaqa qilishgan, haqiqatda shunaqa bo'lganda, lekin juda ko'p massiv kirib borgan O'zbekistonga-da. Keyin hamma ko'paytirib tashlagan. Mana endi narxlari 700 ming, 750 ming okalar. Razmeriga qarab, kattalari endi bo'lsa bordir bir 800 ming bo'lar kattalar. Lekin $100 emas-da. Ko'rasizlar, mana arizonskiy kiparis. Arizonskiy kiparis ham hozirgi kunda trendga chiqib ketdi, ommaviy olib kirishyapti. Nerealniy Toshkentga kirdi. Ishoninglar, ertaga o'sha ham hozir mana sizlarga men boya hisoblab berganimdaki $80 dan o'zingizga себестоимость tushsa, hali $100 dan sotsanglar shapkani otasizlar. Sababi Toshkentga juda katta oqimda kirib keldi. Bilasizlarmi, kimdir olib Turkiyaga ketdi, kimdir olib Italyanskiga ketdi. Masalan, men ko'chachi sifatida aytaman sizlarga. O'zim bir 5000 ta olib kelib Toshkentga sotdim. 5000 ta dona. Endi buni faraz qilasizlarmi? Bitta men kichkinaman. Menga o'xshagan nechtasi bor okalar? Katta-kattalari bor. Meni yutib oladiganlari bor. Ular nechtalar olib kirgan? 100 ming ta olib kirgan bo'lsa kerak. Uni ertaga bu kiparislarni ham 2-3 yildan keyin hammaniga baravar etilgandan keyin nima bo'ladi? O'zbekimizda piyoz zo'r pul bo'lyapti desa, ham bu piyoz ekadi, keyin hamma olib chiqib musulga tashlaydi. Shunaqa bo'lib qolmasin deyman okalar. Shuning uchun kiparis to'xtali, qilmaganinglar ma'qul okalar. Sizlarga tavsiya bermayman. Uni foydasidan ziyoniga tushib qolishingiz mumkin. Instagramdan bitta savol kelibdi, qaranglar. Tuya Gold ekkan yaxshimi yo Lelandi Gold Rider ekkan yaxshimi? Mana Lelandi Gold Rider ekkanimiz 1 yil ekib ko'rdik, issig'imiz, sovug'imizdan qanaqa o'tadi? Hozircha holati yaxshi. Lelandilarda ham shira tushib, mana shunaqangi kasal bo'lishlar holatlari kuzatilyapti. Xudo xolisa buni bizda doriladi-ku. Lekin eksperiment uchun biz Lelandi, обычный Lelandi Gold Rider ekdik. Hamma gapiradi, Lelandi Gold Rider bizda yashamaydi deydi. Lekin mana 2 yil bo'libdiki, Lelandi Gold Riderlarimiz yaxshi yashayapti hali. Mana ko'rasizlar. Xo'p, endi tuya. Qaranglar. Mana bu yoq tomonga tuya ekkan biz. Bu yoq tomondan zo'r ko'rinyapti. Ko'rasizlar? Endi operator bu yoq tomonga o'ting. Okalar, mana ko'rasizlar. Mana ahvol. Quyosh kuydirgan. Mana tikka quyosh bo'lmasa ekan bularga, biz olib kelib qo'ydik. Endi biznesda hamma adashadi-yu. Shunaqa adashmovchilik bizdan bitta bo'ldi. Mana olib kelgan tuyalarimiz kuydi. Xo'p, endi buni biz dorilaymiz, xudo xolisa, tepalarini yopamiz, soya qilamiz. Soya qilib yetishtirishga harakat qilamiz. Men qo'limdan kelgancha, ilmim, tajribam yetgancha sizlarga ma'lumot berdim deb o'ylayman. Kam ko'stlari bo'lsa, xatolari bo'lsa, masaladan oldindan uzr so'rayman. Kimda qanaqadir konkretniy savollar bo'lsa, xo'p, xohlasanglar Instagramimizdan, xohlasanglar YouTube kanalimizda joylab borganimizdan keyin komment yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Hammalarni keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.